Dersimizningki 20 ders so'zlab keyingi birisi Yonhobyo Yohua ya'ni a'zolar munosib sandallarni a'lolashtirish ma'runi deb turdi mana. Sizningki musu nimangiz nayt sog'lom a'lolashtirsangiz bo'ldi deydi. Agar a'lolashtirish bo'lsa a'lolashtirsak buning bekat ziyni yo'q. Undan keyin tezi nima? Finbey Finbyo ya'ni mushu temalarniki tizimniki deydi. Buni a'lolashtiramsiz deydi. Buni men gangshan qilib o'tay. Normal bo'ldi. Undan keyin ma Juti ma tez degan gap inkas qartilgan gap, ama Juti degani tema qartilgan gap. Buni yanglish qilib o'tdim. Undan keyin turdikilarning statistikasini yanglash deydi. Buni hozir yanglayapti-da. Masalan, zo'ngshingchi qilib o'tdim. Voy. Chuqur mana bekatni taqab qolib turib bundan keyin qiladigan mashg'ulotlar ekan, shu men hozircha buni qilmay turay. Yuqorqi iqtidorlar ba'zan turda. Keyingi birisi eng oxirgi bir tur oqibatini yukentir. Ya'ni diskazniki a'zolar markazi degan gap. Odatda a'zolarningki maxfiy nomer, bas surat qatorliq hamma uchurlarning hammasi mishada saqlanadi. Bekat qurg'uvchisi bo'lgan odam mushurundan oqibatga kirgandan keyin a'zolarning ismini o'zgartiradi, maxfiy nomerini o'zgartiradi, a'zolarni o'chiradi, a'zo qo'shalaydi. Qatorliqlarning hammasi mushada bor. Bu nihoyat muhim o'rin. Shu bu bekatning maxfiy nomerini deb bergan taqdirdami bu a'zolar markazining maxfiy nomerini qat'iy deb bermaymiz. Bu yerda ikki xil kirishlar, birisi Chuangshirin yani birisi Gualian. Chuangshirin degan bekat qurg'uvchi, yani birisi Gualian degan oliy bosh qurg'uvchi degan gap. Chuangshirin nomini kiramiz. Buning nomi Yukentir administrator. Bu yerga maxfiy nomer yozib, bu maxfiy nomer nima desa, bekat kirgandagi maxfiy nomer, balki bekatni qachilgan vaqtdagi maxfiy nomer. Buni unutib qolsakmi, asli kalkulyutorlar buloqchani to'g'ri izlab ko'rsak bo'ldi. Kirish o'ngishli bo'ldi. Maya tarafda bekatning turlari va buning birinchisi sho'ya, ya'ni bekatimizningki asosiy qusurlari. Qaraydigan bo'lsak, mana bekatda amaliy qo'llanuvchisi 1 faqat bir dona a'zo va uchur 0 qatorliq nimalarni ko'rsatib berdi. Uni boshqa yukarıning natija nashri 1.6 PHP ning o'zi WinNT PHP ning 5 nashr qarshilig'i ma'vu mulozimdir. Microsoft ning sistemasi bor deyotdi. Sandan ning nashri bo'shliq yo'llash nimasi, uniki navbatdagi sandanning cho'ngligi, bekatning nomi qatorliq usullarni bizga ko'rsatib bermoq ochiq tarafning usullari. İkinci birisi cibrin şərci, yəni asas tanışaq qaraydigan bolsaq, belə vaqt tanışığı, uçur tanışığı qatarlıqlar var ekan, uçur ixtiyarini qo'zg'atamsiz, ma tasdiqlash kodi qatarliqlarni qo'zg'atamsiz deyotdi. Biz burunga imkon bor tegmaymiz. Keyingi birisi jusa şərci. Undan boshqa men nima deb so'rayotdi desa, bir dona email orqali ko'p a'zolar tizimini tanlamdi deb ekan, buni yoqtirdik. To'g'ri, demak bir dona email faqat bir dona a'zo tizimini tanlaydigan qilamiz. Başqa tanışash yo'q. Keyingi birisi Yujian Sheji, ya'ni xas sanduqni to'shqizish, ya'ni Yujian Layan Diji. User nomi mayad birdan xas sanduq ekan. Bu yerga o'zimizniki ilxat adresini yozib qo'ysak bo'ldi mana. Bayan biz bir adresni ochgango shu yerdan eshilgan ekan. Biz imkon bor burun bilan chiqishmaymiz, imkon bor asal tanishak turg'un yaxshi. Keyingi birisi Yongyongalli. Qaraydigan bo'lsak, ma'runda Tongshin Chingun deb atadi. Demak, buloqchan munduri bilan a'zolar markazi o'zaro bog'landi degan gap. Bu yerda Tongshin Shibay chiqib qolib qolsa, bu o'rinda xatolik bor degan gap. Buni ma'runda bianchi degan turni basib, masalan, mayda bekatning nomini o'zgartirsak bo'ldi, undan bekat adresi to'g'ri bo'lgan tegmaymiz. Bayam qochqichlik nomeri deb o'tmoqlik mazanchang turi so'zga. Shu nomeri shu. Ma'runlar bilan maplashmaymiz. Undan keyin Yonhogwali a'zo boshqarish barliq a'zolar mushunga chiqib turdi. Buni a'zoni izlayamiz, undan keyin Tianja Yonho qilib a'zo qatolaymiz o'zimiz, bosh betimizni notqisam shantisini qo'ysak bo'ldi. Masalan, ma'rundan birinchi degan gapni basdiq. Basqandan keyin qaraydigan bo'lsak, mana a'zoning bas suratlari ko'randa ma'run a'zo ismini o'zgartirib o'talaymiz.
Mesela bulakçan demey başka bir bekat kuruluşunun ismini o'zgartirishga bo'ldi, maxfiyni o'zgartirishga bo'ldi qatorliqlar. Ondan keyin Guardian bekatdagi boshqaruvchilar bu yerga boshqaruvchilarni qatmorni qasaq bo'ldi boshqarish huquqini qaytib beraymiz. Masalan, hamma iqtidori bor mana desib azasini yozib qo'ygan ekan, tijab qilsak boshqaruvchi bo'ldi. Undan keyin cho'qisini me'mor. Ya'ni shu yuqorida qilgan me'morni o'zgartiramiz deyapti. Konumini yozib qo'yib o'zgartirsak bo'ldi. Undan keyin uchur boshqarish, jug'lanma boshqarish, so'zliklarni suzib etish. Ya'ni biz ba'zi lozim qilmaydigan masalan a'zolar pashchik qilib qo'ysa, masalan men pashni birini qo'yib, bu pashni nimaga almashtirib o'tsa desa, oq qilib qo'ysa desa, tijoq qilib o'tsak pashni almashtirib berdi. Uni keyin yumingjeshi, ism bog'lash. Bu yerga ism bilan IP nomerini yozib, ism bog'lash iqtidorilari bor deb, undan keyin sondan zapaslash iqtidorim bor. Aslidagi zanjan iqtidorlar o'xshash. Undan keyin soliq ma'lumotlarini yangilash, qistirma qatorliq buni va mashhurlik iqtidorlar bilan o'zaro o'xshash. Hozir mush qistirmadan qashildingiz degan gap bekatga. Mana bu diskaz munbirning asosiy oqibati. Endi oxiri bir qo'shimcha qilib so'zlab qo'ymoqchi bo'lganim, oqibatdan bir izlash rayoni bor. A'zolar bekatida xohlagan bir mashg'ulot qiyinchilik qo'yilsa, bevosita mushurundan izlab deb o'zgartib olsa tahlilisi bo'ldi, masalan. Tizimli chiqib doiri uchlarni izlab boqaylik qani, deb chiqarib berdik. Mana qarasak, Juso yu Fangmun Gongji. Masalan, mana basaq shu yerga o'rnida uni keyindan shu foshuko, ya'ni azon tasdiqlashlarni ochamsiz degan gapkan. Buni meni besib bu iqtidorni ochalaymiz-kan, uni keyin jifu bu iqtidorni ochalaymiz-kan qatorliq mana Juso munosabat barliq tansa iqtidorlar shuni ko'rsatib turdi. Masalan, Shurji Fangmun. Ya'ni ma'voyliq nimadan jar qilish deymiz, telefon bilan jar qilish iqtidorini ochamsiz deb atadi, mana ichib qo'yapmiz. Shunday izlash iqtidoridan muvofiq foydalansak bo'ldi. Bu qatam darsimiz diskazning oqibatini ishlatish usullari butunlay tugadi. Ya'ni keyingi soat darsimizda diskazni go'zallashtirish usuli bo'ldi darsliklarimiz. Darsimiz shagird bo'lsin, xayr xo'sh.